Qizimni trenirovkasiga olib kirsam, bitta ayol keldilar, nevaralarini olib kelib. Va yonlarida o'tirgan boshqa ayollarga o'zlarini tanishtirdilar. To'y qilgan ekanlar, kelinlari bilan birga yashashgan ekan. Keyin shunaqa harakat qilib turmush o'rtoqlari bilan nima qilib bo'lsa ham kelinni o'g'illari bilan alohida ajratib yuboribdilar. Keyin ularga savol berishdi, nimaga keliningiz yaxshi chiqmadimi deyishdi. Yo'q, kelinim yaxshi. Lekin men kelinim bilan tursam, faqat unga qanaqa qaynonalik qilish kerakligini ko'p o'ylaydigan bo'lib qoldimda, erim qolib ketdi. Mani erim bor-ku, men u bilan zaif bo'lishim kerak. Men kelinim bilan yashab, o'zimni ayollik xususiyatlarimni yo'qotib qo'ydim. Keyin uni ham eri bilan alohida qilib, hozir mana turmush o'rtog'imga o'zimni ayollik nafosatimni, nazokatimni bera olmayapman. Kelin bilan turishim juda qiyin ekan. Kontrolyorga, boshqaruvchiga o'tib ketganingni bilmay qolar ekansan. Kelinim ham men bilan turib faqat kelinlikni o'ylab, eriga vaqti yetmay qolmasin deb o'yladim-da, alohida chiqarib yubordim. Eshitib o'tirib hayron qoldim. Qanchalik ayol kishi qaysi yo'nalishda o'sib ketayotganini, qaysi yo'nalishda ko'payib ketayotganini bilib, buni o'zida analiz qila olsa, даже psixolog ham kerak emas bo'lar ekan. Bu bilan hamma baxtli bo'lishi uchun alohida yashash kerak demoqchi emasman. Bu haqida fikringizni kommentariyada yozing.